asal kimga qat bergan sarkash deb ey do'stim koyim meni Anas senga emas menga pand bergan Nodonlarga arzim yo'q mening So'zdan ma'no chirmaydi ular Nodonlarga arzim yo'q mening So'zdan ma'no chirmaydi ular Namatlardan qarzim yo'q mening so'rasang ham bermaydi ular Namatlardan qarzim yo'q mening so'rasang ham bermaydi ular Dünyada eng aziz Qur'on o'qilur U ham bo'lsa ahyon emas mudom o'qilur Piyola chetida bir oyat borki hamisha har yerda hamon o'qilur Bir qo'lda Qur'on Qo'lda Qur'on bittasida yoqida halol yoqida harom Beruzagim bazla osmon ostida Laşim musulmonmiz la kofir tamom Beruzagim bazla osmon ostida Laşim musulmonmiz la kofir tamom Umr bamisol yoqilgan shamdir Yoqdingmi demak u yonib boradi Kimningdir shami tonggacha yetar Kimningdir shami tugab qoladi Kimningdir shami tonggacha yetar Kimningdir shami tugab qoladi Azizlar, payg'ambarimizdan keyingi xalifalardan xalifa Umar xalifalik qilayotgan davrida Makkaga 1900 ta davlat ishlar ekan. Butun boylik Makkaga yog'ilib kelar ekan. Bir kuni xalifa Umarning o'g'li aytdiki, "Ey ota, menga pul bering, bir durustroq kiyim olib kiyib o'rtoqlarim meni ustimdan kulyapti" dedi. Shunda xalifa Umar aytdiki, "O'g'lim, pul yo'q" dedilar. "Ha, pulingiz yo'q bo'lsa, xazinabonga ayting, puldan bersin, yanagi oylikni pulidan, yanagi oyda ushab qolar puldan" degan ekanlar. Pul bermaydi xazinabon desalar, "Siz bir dastxat yozib bering, men olib borib pul olib kelaman" dedilar. "Bo'pti o'g'lim" dedi-yu, xazinabonga xat yozib beribdilar. Xatni haligi yigit xazinabonga olib borsalar, xatni o'qib ko'rib, "Pul bermayman" dedilar. "Pul yo'qmi?" desa, "Yo'q, pul bor, lekin bermayman" dedilar.
Ha bu dadamni xati-ku tanimayapsizmi? Xalifa Umarni xatini desa taniyapman debdi. Ha nega bermaysiz desalar, Xalifa Umar yaniga oyni pulidan so'rabdi-yu, yaniga oygacha yashashga vakolatnoma bermabdi degan ekanlar. Haligi yigit otasiga borib pul bermadilar, xazinavon desalar, juda to'g'ri qilib pul berganlarida ham o'zi bilardim u bilan gaplashdi degan ekanlar. Shuning uchun umr bamisoli yoqilgan shamdir, yoqdingmi demak u yonib boradi. Kimningdir shami tonggacha yetar, kimningdir shami tugab qoladi degan ekan. Shuning uchun qadringni bilganga sen ham qadr qil. Qadringni bilganga bo'lsang arzir qul. Qadringni bilmagan bilan yurguncha it yo eshak bilan yurganing ma'qul. Qadringni bilmagan bilan yurguncha tilsiz hayvon bilan yurganing ma'qul. Bu dunyodan o'tdi ne'mat odam. Qolishlik lafini urmagil seni ham. Sher bilan olishgan polvonlar qani, g'ururdan ko'kragi osmonlar qani. Tuproqdan yaraldik, bo'lamiz tuproq. Yaxshidir, yaxshilik urug'im hikmat. Tuproqdan yaraldik, bo'lamiz tuproq. Lozim yomonlikdan hayiqib turmoq. Dökülme dünyali baland pastı baland. Dökülme dünyali baland pastı bar. Nadanning doimo mardda qasdi bar. Nadanning hayvondan farq shundaki, ikki oyog'i bor, ikki dasti bor. Nadanlik hayvondan farq shundaki, ikki oyog'i bor, ikki dasti bor. To'ligimni sho'rligidan shakkar olsam tuz bo'lur. Qish kuni xonmonga kirsam bolta o'tmas muz bo'lur. Toliga zo'rlarni ko'rdim, xohlasa tuni yalmada. Uyqudan tursa ham quyosh, tong otib kunduz bo'lur. Zarlarni kirdim, xohlasa tun yatmada. Uyqudan tursa ham quyosh, tong otib kunduz bo'lur. Ömrüm qiynoqdadir, dardim bilaj. Rahat qisqa-yu gulxan darvoj. Xudoga ming qatla shukrki, dardi alamiga qilmadi muhtoj. Xudoga ming qatla shukrki, dardi alamiga qilmadi muhtoj. Dida